Bo'lg'usi bolaning jinsiga ta'sir qilish imkoniyati yo'q. Qayerda homilador bo'lishingiz hech qanday rol o'ynamaydi. Birorta irim-sirim ham yordam bermaydi. Shuning uchun keling jinsni aniqlash usuliga qaytamiz. Jinsni belgilaydigan 3-omil ham bor. Gormonlar. Ha, bizga qanday yashab, qanday rivojlanishni buyuradigan bitta ayyor moddachalar. Erkaklar albatta testosteron, ayollar esa estrogen ishlab chiqaradilar. Aynan ular tufayli jinsiy yetilish sodir bo'ladi. Estrogen tufayli ayollarda ko'krak chiqadi. Testosterondan esa erkaklarda mushaklar bo'rtib, ovoz yo'g'onlashadi. Endi umumlashtiramiz. Erkaklarda o'z jinsiy a'zolari XX xromosoma va yuqori darajadagi testosteron bo'ladi. Ayollarda boshqa jinsiy a'zo XX xromosoma va yuqori darajadagi estrogen bo'ladi. Tabiat qonuni shunday. Biroq tabiat har doim ham bir xil qoidaga bo'ysunmaydi. Ba'zan bu 3 omil jinsiy a'zolar, gormon va genlar kutilmagan tartibda aralashadi. Masalan, xromosomalar XXY kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Bunday bolalar o'g'il bola sifatida rivojlanadilar. Ammo balog'at yoshida ularda ko'krak chiqib, jinsiy a'zolar rivojlanmay qoladi. Yoki boshqa misol, faqat bitta X xromosoma qoladi. Bunday odamlar past bo'yli, ko'krak qafasi bochkaga o'xshash, bo'yni kalta bo'ladi. Yoki XYY xromosoma. Ilgari super erkak deb aytiladigan oddiy naynov yigitlar.